Assalomu alaykum mehrli pazandalarim, barchangiz O'zbek Qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizni homilador kelinjonlarimiz ko'rib turgan bo'lsa, bugungi retseptimiz sizlar uchun. Albatta kuzatishda davom eting. Bugun sizlarga yoqadigan nordongina non tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kattaroq idishimizga 2 dona to'g'ralgan piyoz solamiz. 1 dona bulg'or qalampiri, 2 dona pomidori va ko'katlar. Yarim bog' kashnit, yarim bog' ukropdan foydalandim. 1 osh qoshiqda tuz solamiz. Tuzni cho'rtakina bo'lsa juda ham ma'qul keladi barchangizga. 1 choy qoshiqda dro'ja, ya'ni quruq xamir turish. Ertalabki nonushtada ortib qolgan smetana va qaymoqlar mana shu piyolaning tagida qolganlarning barchasini yig'ib morozinga qo'yaman. Ularni ham ishlatib yubordim. Yarim piyola salat yog'i, ya'ni pista yog'i va 2-3 osh qoshiqda o'zimizning oddiygina eritilgan charbi yog'i. Agar sizda yig'ilgan smetana yoki qaymoqlar bo'lmasa, o'zimizni yog'likkina qatig'imizdan solib yuborsangiz ham bo'ladi. Ammo juda ham ko'p solib yubormang, yarim piyolasi yetadi, chunki noningiz yopishqoq, cho'ziluvchan bo'lib qolishi mumkin. Un solamiz 600 gram atrofida. Men oliy nav undan foydalanyapman. Uyingizda bor undan foydalansangiz bo'ladi. Ushbu nonimiz umuman un tanlamaydi, pisochniy bo'lib chiqaveradi. Xamirimizga yaxshigina qo'limiz bilan ishlov beramiz va o'rtaga to'plab qo'yamiz. Ushbu xamir xuddi shunaqa bo'ladi. Zuvolacha qilish juda ham qiyin, shuning uchun o'rtaga yig'ib mana shunday salafan paketni yopib 15 daqiqaga xonada qoldiramiz. Nonimiz tayyorlash juda ham oson. Eng qizig'i xamir oshib chiqishini kutib ham o'tirmaymiz. Xamir ozginagina tinib olgandan so'ng 10-15 daqiqada xuddi shunaqa qilib 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Ichida masalliqlar borligi sabab yumalatish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun o'zimiz qo'limiz bilan formaga solib olamiz. Ketgan mahsulotlarimizdan 4 dona mana zuvolacha chiqdi. Endi buni ustini yopib yana 10 daqiqaga qoldiramiz. Listimizni olamiz. Pergamin qog'oz bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Agar yo'q bo'lsa, bemalol listni o'ziga joylab olsangiz bo'ladi. Duxovkamizni esa avvaldan yoqib qo'yamiz. Xamirimiz pisochniy yog'likkina bo'lganligi sabab juva ham ishlatmaymiz. Qo'limiz yordamida ochamiz. Yumshoqqina xamir o'zi darrov xuddi shunaqa formaga kelib qoladi. Bitta listimga 2 ta zuvalachani mana joylab oldim. Retseptlarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib qo'yasiz. Yangi kelgan mehmonlar bo'lsa, albatta sizlardan obuna bo'lishingizni kutib qolaman. Atroflari tekis, chiroyli bo'lib chiqishligi uchun xuddi shunaqa tarelka yoki maxsus idishlardan foydalanib, xuddi shunaqa qilib qirqib olasiz. O'z holicha pishirsangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizning ixtiyoringizda. Chetidan chiqqan xamirlarni ham bir dona zuvolacha qilib tayyorlab oldim, ya'ni 4 dona zuvolachami chetlardan chiqqan xamirlari yana bitta xamir bo'lib chiqdi. Ya'ni nonimiz 5 dona bo'lib qoladi shunda. Nonlarimizni yasab oldik. Endi chetlariga chekich urib chiqamiz. Nonimizning ustiga esa tuxum yoki kefirdan foydalanib bezak beramiz. Kefir menimcha ma'qulroq keladi. Homilador ayollar uchun tuxumni hidini, ya'ni isini suymaydiganlar ham chiqib qoladi. Shuning uchun kefirdan foydalansangiz ham yaxshiroq. Nonlarimizni 200 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Juda ham oson pishib chiqadi. Ichlari ham, barcha masalliqlari ham birdek yumshoqqina bo'lib pishadi. 4 tala zuvalachani ham bir xil qilib yasab, listlarga joylab oldim va pishirishda davom etyapman. Chetlardan chiqqan xamir ham mana 1 dona zuvala bo'ldi. Unga achchiqqina qalampirni to'g'rab yubordim. Nonlarimizni barchasini xuddi shu ko'rinishda yuzlarini qizartirib pishirib olamiz. Pishgan nonlarimizni chiroyli qilib dasturxonga tortib qilamiz. Juda ham mazali, og'izda erib ketadigan, uqalanib ketadigan nonlar bo'ldi. Eng oxirgisi juda ham achchiq, lekin juda ham yoqimli non bo'ladi. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Yozning issiq kunlarida har xil taomlar o'tmayotgan paytda ushbu nonlarni tayyorlab iste'mol qilib ko'ring.
Guvohi bo'lganingizdek, retseptimiz uchun umuman judayam ko'p mablag' talab qilinmaydi. Barchasi uyingizda bor narsalardan tayyorlanadi. Kelinjonlaru, qani yaqinroq kelib ushbu nonimizdan totib ko'ring. Hoziroq ushbu nonni tayyorlashga kirishing. Albatta sizga ma'qul keladi va manzur keladi. Barchangizga rahmat e'tiboringiz uchun. Ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling.